Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Доброго здравия, дорогие друзья. YouTube'dagi Sayroq Mo'jizalar kanalida siz. Приветствую вас на канале Pevchi Чудеса в просторах YouTube'a. Bugun ham do'stlar Uzzo Marketga tashrif buyurdim va bu yerda bugun qafaslarga oid katta yangilik bor. Indoneziyadan keltirilgan Kube firmasida sayroq qushlar uchun ishlab chiqarilgan tik va bambukdan tayyorlangan sifatli qafaslar 5 ta pozitsiya maxsus buyurtma uchun buyurtma bo'yicha yasalgan qafaslarni birgalikda hozir tomosha qilamiz. Сегодня в Uzzo Markете, дорогие друзья, большие новости в плане клеток из тикового дерева и бамбука. Фирма Kube, она функционирует в Индонезии. Специально Uzzo Market заказал клетки бамбуковые в 5 позициях и отдельные клетки еще для перепелов. Давайте вместе понаблюдаем, посмотрим. Ko'pchiligimizga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Kiraverishda qushchalar, lekin asosiy e'tiborimizni hozir biz qafaslarga qaratamiz. Ro'paramizda charaqlab turibdi. Va alaykum assalom, Vijon, yaxshimisiz? YouTube kengliklari uchun bu rolikni joylaymiz. Mana bu chindan ham go'zal qafaslar ekan. Взгляните, дорогие друзья, какая красота! Как будто музыкальный инструмент. Umijon, shuni bittasini olib bera olasizmi? Mana och daraxt ekan. Jasur ichkaridalar. Jasur, xorbing. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, so'zingiz tuzumsiz, charchamang. Bu juda katta yangiliklar-ku. YouTube'dagi foydalanuvchilarimiz uchun. Darvoqe, qadrli do'stlar, bizni lavhalarimizni parallel ravishda Instagramda ham kuzatishingiz mumkin. Nurmuhammad Anvar deb yozsangiz chiqadi. Ana shu yerga kirib ham tomosha qilishingiz mumkin. Instagram uchun alohida roliklarni joylaymiz. Bu YouTube uchun. Juda chiroyli qafaslar. Bu eng och pozitsiyasi rangi. Ha, natural rangi. Natural rangi. Tik daraxti, bu bambuk. Shuni bir eshiklarini ham ochib ko'rsatsangiz, ha, vaznini hozir bir tekshiraylik. Qani. 1 kiloyu 62 gram ekan. Ichidagi aksessuarlari bilan. Shu eshigimiz mana shunday ochilar ekan. Mana. Darvoqe, mana bu suv ichadiganlari ham ozuqa va suv uchun bambukdan tayyorlangan. Hammasi tabiiy. Bunisi ochroq pozitsiya. Yo'q, bu to'qroq. Ha, to'qroq degani. Arexiy. Ha, yong'oq effekti berilgan. Ha, shuni. Buni Arexiyda mana. Bambuk cho'pi qorasi bor. Aha, bu bo'yalgan, ha? Qora rangi, ya'ni turfa didlar uchun. Bu narxi nechi pul? Buni Jasur $85 chiqdi bular. Eng bedana qafaslar $85. Ha. $85 вот за эту клетку для перепелов. Это, ну, под-итальянски это все сделано. Hajmi, diametr taxminan 25 santimetrlar atrofi, примерно 25 santimetrов. Yaxshi, juda sifatli, pastlari ayniqsa baquvvat ishlangan, qo'l tiladigan joylari yo'q, очень качественная работа. Mana bu yerda esa burchagi yo'q, 4 burchak qafaslarimiz ham bor. 4 burchagi, lekin burchagi mana shunday oval bo'lib o'tib ketgan. Bu ham 5 ta pozitsiyada, ya'ni 30, 35, 40, 45, 50. Эти клетки тоже фирмы Kube, и они в 5 позициях, то есть начинается из 30, 30, 35, 40, 45, 50. Вот это самая маленькая. Mana bu kichkinasi 30ligi, bo'yi lekin balangina, taxminan 70 santimetrlar bo'lsa kerak mana shu nuqtadan. Tabiiy rang, juda chiroyli, bu qulfchasi ham bor ekan. Mana qo'l tiqib ko'ramiz. Va очень удобные клетки, то есть они очень прочные. Bu eng kichkina pozitsiyasi, Jasur? Eng kichkinasi 30 ga 30 razmerligi. Necha pul turadi bu eng kichkina pozitsiya? Eng kichkinasi $150 dan boshlaydi. Bunisi $150. $150, $150. Самая маленькая позиция. Undan keyingisi 40. 35. Bu necha edi narxi? $180. $180, $180. Следующая позиция 40. Это $200. Bunisi 45. Это 45 на 45. Нархи $230. $230. И самая большая позиция 50 на 50.
$240 chiqdi. $240. Katta qafaslarni simlar, cho'plar orasidagi masofasi ham kattaroq. Mana bu kichkina, eng kichkina qafasda esa bu kichik saqlangan, ya'ni maydaroq qushlarga mo'ljallab saqlangan. Ortimizda mana bu dumaloq qafas ham bor. Bu o'tgan safargilardan, bu yangi partiya emas, ha? Eski partiyadan. Eski partiyadan bular Kubeniki, ha? Bu ham shu sanaqa. Juda katta, haybatli qafas. Buni narxi nech pul edi? Buniki $400. $400, $400 qadrli do'stlar. Eng kattasi 400, bundan bitta razmer kichkinasi 300 deng. Toshkent shahrida joylashgan bu do'kon. Shu do'konni ham bir ovozda aytib bering, Jasur, manzilini. Qayerdan topishadi? Mana ko'pchilik izohlarni o'qimaydi. O'zi izohda yoziladi har doim, lekin ba'zilar o'qimaydi. Qaysi manzildan topamiz? Toshkent shahri, Yunusobod tumani. Yunusobod tumani 11-kvartal. 11-mavze. Amir Temur Shoh ko'chasida. Amir Temur Shoh ko'chasi. Yozilsa ham, navigatorga Amir Temur 4A deb yozsa, to'g'ri do'konimizga keladi. Amir Temur 4A deb yozilsa, mana shu Uzzo marketga sizni avtomobil yetaklab keladi. Manzilni juda ko'pchilik so'raydi. Xullas, tashakkur. Qurtlar ham bor ekan. Endi qurtlarni ham olamiz ozgina. Qurtlar nech puldan? Bu zofobusmi yo qurtmi? Bu zofobus. Maydasi zofobus. Juda mayda razmerda. Nech puldan bular? Xo'p, 30 ming so'm sotib olamiz. 100 gramm 30 ming so'm. Kilogramm 1 kilosi bo'ladi 300, ha? 300 ming so'm. 300 ming so'm ekan. Qurt razmerida. $25 примерно за kilogramm. Kepek qurtimiz nech pul? Kepek qurtimizni 20 ming so'm. 100 grammi 20 ming so'm. 18 da $17 ekanda 1 kilosi, $17 kilogramm. Bu yerda nima qush? Bu sharq bulbuli shekilli. Kurskiy. Ha, Kurskiy соловей говорит. Источник sharq bulbuli. Ha, hurkoq uchroq. Bu o'zbek ustalari ishlagan, ha? Donlar yangiliklar bormi? Yo'q, donlar yengili yo'q. Ha, donlarni o'sha o'tgan safargi assortimentni o'zi menimcha bemalol yetib beradigan darajada ozuqalar. Mana hozir kuz, donxo'r qushlarning mavsumi. Bir paytlar rosa qidirardik shuni. Shu ozuqani rosa savalar yaxshi ko'radi. Hozir takomillashdi. Qancha xos ozuqalar bor. Narxlari. Umuman shu do'konga bir tashrif buyurishinglar kerak. Juda rastalar zid joylashgan, ya'ni mahsulot ko'p va tez yangilanib turadi. Qushchalaringiz uchun har doim biror bir yangilik, foydali nimadir olishingiz mumkin bu do'konda. Mushukchalar deysizmi, mana mushuklar uchun alohida mavzu. Granulami, boshqasimi, uni pashtetlari ham bor menimcha. Har xil ozuqalar bor. Bizda asosiy e'tibor endi qushlarga. Mana xullas, men detalni har biriga to'xtayotganim yo'q. Eng yaxshi variant o'zi video kamerani ko'zi bilan emas, yaratgan bizga ato etgan ko'z bilan tomosha qilish. Bu eng to'g'ri variatsiya bo'ladi. Bir keling, aylanib sayr etasiz. Biror kim hech nima olmagan taqdirda ham bu do'kondan bir maza qilib aylanib chiqib ketishi mumkin. Hamma joy ozoda, yoqimsiz hid yo'q va eng muhimi tabiiylik bisyor. Mana bular hammasi tabiiy daraxtlar. Нужно приехать, дорогие друзья, если вы близко живете, приезжайте, понаблюдайте. Это гораздо приятнее, чем через камеру, через видео это все смотреть. То есть своими глазами всегда лучше. Endi qushlarni ham ozgina olamiz, qushchalarni. Mana bu joyda hasharotxo'r qushlar uchun juda ko'p ozuqalarimiz bor, har xil. Mana shularni ham o'tgan safar ham olgan edik bu videolarni. Juda ko'p. Ko'lami keng ozuqalar. Qushchalar ham ko'payibdi, Jasur? Yo'q, o'tgan safar kelganimda kamida, ha? Masalan, mana bu Copsychus saularis yo'q edi. Bu zag'zg'onsimon shama, mana bu oq belli shama, dumi uzungina ekan. Mana bu Garulax, Toshkent shahridagi eng mashhur qushlardan bittasi. Bu o'zimizning fauna, sayroqi moyqutlar va qizil quyruq dermidi, Radapekis. Ha. Mana bu qora shaqshaqa. Bu qora shaqshaqa, qora Garulax.
Ha, qorasi ham bor ha. Bu qora Garulax. Hech kiydirmaydi. Sayroq shaq-shaq. Juda yosh katta bir 5-6 yilga singil rozimiz bor. Juda ham yosh. 6 yosh ekan, qadrli do'stlar. Bu tog' maynasi deyiladi. Синяя птица, дорогие друзья. 6 лет, говорят, она содержание, уже 6-й год. Bu qushni ham oldin ko'rsatgan edik, Tursuq antiqa. Xullas mana ancha katta yangiliklar. Qushlar ham ko'payibdi o'tgan safarga qaraganda. Endi erkakning savalari ham paydo bo'lsa kerak-a, Jasur? Savalarimni olib qo'ygan, olib joylashim kerak faqat. Qayerga joylaysiz degan savol bor. Tepada joy bor ekan. Tomdan ham o'zi bitta lift yasash kerak ekan ikkinchi qavatga. Xullas mana hammasi shinamgina. Kelinglar aziz do'stlar. Hali aytib o'tdik, bu do'konda yangilanish jarayoni ko'p, ya'ni bir nuqtada to'xtab qolish yo'q. Tez-tez ozuqalar ham, qushlar uchun mo'ljallangan aksessuarlar ham yangilanib turadi va har gal tashrif buyursangiz, orasini katta interval qoldirmasdan ham kelgan taqdiringizda ham biror bir yangilikdan bahramand bo'lishingiz mumkin. Kamerani endi bir o'zimga ham qarataman. Bu xonada kepkani to'g'rilab olishning imkoni paydo bo'ladi. Всех благодарю за внимание. У нас сегодня мини-обзорчик специально для YouTube. Приезжайте, если позволяют возможности, находитесь не совсем далеко, приезжайте. Адрес маркета будет в описании. В общем, здесь очень интересно. Здесь все быстро обновляется. Для котят, для кошек, для птиц. То есть для живности вы можете и для рыбок можете вот что-то купить. Даже если ничто не купите, не пожалеете. Просто можно прогуляться, посмотреть, понаблюдать. Здесь все чисто опрятно. Всех благодарю за внимание. Qadrli do'stlar, e'tiboringiz uchun tashakkur. Nurmuhammad Isroil, Toshkent shahridagi Uzo do'konidan.